الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge duayı salam yollap boğandan keyin maqsadga kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz imla dersining 3-darsligi bo'lgan hamza. Hamza. Mana suratdagidek hamza. Endi hamza ajaba degan fe'ildiki hamza Ecaba degan fe'ildiki zavar. İcabetun. Yani suratdagidek icabetun degan fe'ildiki zir. Ve yana suratdagidek diqqatinglar shu qizil harfda bo'lsin. Ujiba. Ujiba degan fe'ildiki pesh harakatlariga o'xshash cimi hareketlerini kubul kıladigan harf. Yani şuningdek hamza degan ajaba degendiki degendiki hareket qaranglar. İcabatun degendiki i degan hareket qaranglar. Ujiba degendiki u degan hareket qaranglar. Mana mushundaq zavar, zir, pish qatorliq cimi hareketlerini o'ziga kubul qiladigan harfni nima deb ataydi arab? Hamza. Boshqa harflarni qabul qiladi u, lekin bu hamza harfini alohida deb qo'yishning sababi hamza ikki turlik bo'lib, biri alif yabisa, ya'ni hamzani ko'z tutib, ya'ni alif yabisa biz ilib batasa o'qigan vaqtimizda alif degan 5 alif deb o'qigan alifning o'zi alif yabisa. Yani hozirgi biz demoqchi bo'lgan ko'zni tutayotgan hamzini demoqchi. İkincisi alif layina. İnşallah alif layinani keyingi derslerimizde so'zlab o'tamiz. İkincisi alif layina degan alif bo'lganligi uchun alif layina bu yuqori so'zlab o'tilgan zavar, zir, pish degan harakatlarni o'ziga qabul qilmaydi. Şu alif layinadan farqlantirish uchun barliq jimi harakatlarni qabul qilgan harfdir demoqchi. Endi tamam biz hamziniki karakterini tushunib bo'ldik. Endi hamza söz beshida zavarlik holatda kelganda axozadek, ya'ni axazaning ilipidek shaklda. Zirlik holatda kelganda bo'lsa ikromundek, ya'ni ikromunning ilipidek. Pishliq holatda kelganda bo'lsa usratun, yani pishliq holatga kelganda bo'lsa usratundek. Mana bu suratdagidek shakllarda keladi. Endi so'z o'ttiriga kelganda-chu deganda, so'z o'ttiriga kelgan vaqtida zivarlik holatda mana suratdagidek sa'aladiki o'ttirdiki ilibdan yozilgan shaklda yozilib keladi. Zirlik holati bo'lsa mana bunda. Zirlik holatda mana suila deb bu so'zning o'ttirdiki i degan harfning yozilishi shaklida. Mana bu shaklda yoziladi. Endi pishliq holati-chu. Pishib qo'yilgan holatga kelganda-chu deganda mana suratdagidek daula deb o'ttirdiki hamziniki yozilgan, ya'ni vav bilan vavning ustiga kichik hamza qo'yilgan holatda bu shaklda yoziladi. Endi hamza söz oxirgi gap qolganda-chu deganda, söz oxirgi gap qolganda zavarlik holatda, ya'ni hamza zavar qo'yilgan holatda mana bu shaklda bada'a, mana bada'a degandiki oxirdagi so'zning oxirdagi harfiga qaraydigan bo'lsak, ilib, ya'ni xuddi avvalgiga o'xshash ilibning ustiga kichik hamza qo'yilgan shaklda bu shaklda yoziladi. Endi agarda hamza oxirgi gap qolganda zirlik holati shu deganda, zirlik holati deganda mana suratdagidek
Şatiun. Şatiin degandek mesela bu şununda hamzaning ya harfi yazılıp ya'ning ustiga kichik hamza qo'yildi. Bu şekilde yazıladi. Endi pishlik holati shu. Hamza oxiriga kelib pish o'qiladigan holati shu deganda u vaqtida mana takafuun. Takafuun degandagi oxiridagi so'zning oxiridagi harfi qaraydigan bo'lsak, vav harfi yazilib, uning ustiga kichik hamza qo'yildi. Mana bu shunday shakllarda hamza söz beshida, söz o'ttirida, söz oxirida 3 harakat bilan mana bu shunday yoziladi. İki türge bölündü. Hamza iki kısım. Hamza mana suratga qaranglar. Suratdagi hamzatul vasl. Hamzatul vasl yani yazilishi kichik tirnoqning ichidagi elif shaklida. Bas yolg'iz alif shaklida yoziladi. Hamzatul vasl. Uyg'urchada yani ulab o'qiladigan hamza. Va hamzatul qati. Hamzatul qati. Yani diqqatinglar şu qizil harf bo'lsin, yani kichik tirnoqning ichidagi alif bunun ustida kichik hamza bor. Mana bu shaklda hamzatul qati, yani hamzatul vasl boshidagidek va keyingidek hamzatul qati deb ikki turga bo'linadi o hamza. Hamza ikki turli. Endi biz tushunib o'taylik. Hamzatul vasl degan qanday deganda hamzatul vasl, yani bu shaklda yoziladigan hamzatul vasl boshda kelganda buni alaylikki, boshda kelganda talaffuz qilinadigan. Oldidagi so'zga ulinib kelganda talaffuz qilinmaydigan harf nima ataladi? Hamzatul vasl deb ataladi. Masalan alaylik hamda. Buni misolini so'zlab o'taylik. Masalan, iji tahada degan fe'ldagi hamza. Shuni qarab bo'lsak, iji tahada Muhammadun. İctihada Muhammedun degan masalan bu boshda so'z deganda boshda kelgan vaqtdagi yani hamzatul vaslning so'zning beshida kelgandagi misoli bu. İctihada Muhammedun deganda shunda qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi hamzatul vasl beshida kelgan va zir harakati İctihada Muhammedun deganda zirliq hamza uchuq talaffuz qilinadi. I deb. Ama endi o beshidagi so'zlarga ulinib o'ttirdi kelgan vaqtidagi suratga qarab qolgan bo'lsak, mana bunday suratda. Suratga yaxshi qaranglar. Yani Muhammadun ijtahada degandek. Yani ijtahadan bu yerdagi hamzatul vasl Muhammad degan so'zni keyin kelib Muhammad degan so'zning dal harfiga ulinib kelgan. Mana bu so'zga qarab qolgan bo'lsak, bu yerdagi i harfi talaffuz qilinmaydi. Yani i degan hamzatul vasl talaffuz qilinmaydi. Nima uchun? Buning hamzatul vasl bo'lganligi uchun bu yerda talaffuz qilinmaydi. Balki oldidagi harfga ulinib, qo'shib o'tilib Muhammadun ijtahada deb bunday o'qiladi. Tamam. Askarch. Endi biz bu yerga kelganda intayin inchki bir nuqtalik masala bor. Bu masala bo'lsa, bu xildagi hamzini yani hamzatul vasl ulinib o'qiladigan, ulab o'qiladigan hamzini hamzatul qat'idan, yani uzib o'qiladigan hamzidan farqlantirish uchun bu hamzatul vaslning iliplarining ustiga kichik hamza qo'yilmaydi. Xuddi mana qaranglar, bu suratdagidek. Mana xuddi bu suratdagidek mana. O'sha kichik tirnoqning ichidagi elif, yani hamzasiz elif. Mana shunday yozilgan elif bo'lsa, har qanday yergasi buni hamzatul vasl deb ataydi. İmla ilmida. Hamzatul vasl. Endi hozirgi Osman Taha, doktor Osman Taha yozgan Osmoniy sahifalarda bu elifga ustiga kichik bir sad harfining bosh elifini yozib qo'yadi. Bu shumi yani elif vasliya degandagi sadni, vasliya degandagi sad harfini ko'z tutmoqchi. Shuni yozib qo'yadi. Lekin asli imlo harakatida u harf yo'q. Agar yozib qo'ysam shundan bu elif hamza vasliya ekan deb bilsanglar bo'ladi. Endi biz buni bilan qisqacha hamzatul vaslni tushunib o'tib bo'lgan bo'ldik. Endi ikkiga bo'lib olgan to'qmashida hamzani ikkiga bo'lib olgan
Hamzatul vasl yani biri hamzatul qati deb ikkiga bo'lib olgan edik. Endi hamzatul qati mana bu suratdagidek diqqatingiz suratga bo'lsin. Hamzatul qati mana bu suratdagidek kichik tirnoqning ichidagi alifning ustiga kichik hamza qo'yilgan mana mushu shaklda yoziladi. Mushu shaklda yoziladi. Endi biz tushuntirib o'taylik hamzatul qati. Hamzatul qati degan boshda kelgandimi va oldidagi so'zga urinib kelgandimi o'xshashla talaffuz qilinaveradigan harfdir. Masalan qalaylik. Masalan aqbala degan fe'ldagi hamzaga o'xshash. Mana shunda qaraydigan bo'lsak, aqbala degan fe'lda mana bu hozir aqbala degandagi hamzatul qati uzib o'qiladigan hamzining uzib o'qiladigan hamza nerede kelgan? Aqbala degan yani cümlenin beşida kelgan. Bununda deb uçuk talaffuz qilingan. Endi cümlenin o'ttirda boshidagi so'zga ulinib kelgan vaqti qanday o'qiladi deganda shuni qarab qaraydigan bo'lsak va Muhammadun aqbala degan ma'noda qarab qaraydigan bo'lsak mana Muhammadun aqbala deganda bunun da yana o'xshashlar aqbala degandagi hamzatul qati uzib o'qilgan hamza degan uchuq talaffuz qilingan. Muhammadun aqbala deb. Mana shuni bilan biz qisqacha hamzatul qatiniki talaffuzini xarakterini tushunib o'tgan bo'ldik. Endi bu yerda men o'xshashli bir inchiki bir nuqtalik masala bor. Bu masala bo'lsa hamzatul qati zavarlik yoki pishliq bo'lganda kichik hamza, ya'ni şöyle qaranglar. Mana bunda suratdagidek mana bunda kichik hamza uning ya'ni hamzatul qatining demakchi. Hamzatul qatining ilipining ustiga qo'yiladi. Ilipining ustiga qo'yiladi. Agar hamzatul qati zirliq bo'lsa, kichik hamzatul qatining osti tarafiga qo'yiladi. Hamzatul qatining ilipining osti tarafiga qo'yiladi. Masalan, misol qaraylik. Zavarlik holatda bo'lganda masalan akrama degan fe'ldagi hamzatul qatining ilipining ustiga kichik hamzadan birisi qo'yilgan, usti tarafiga qo'yilgan. Chunki bu zavarlik holatda kichik hamza ilipining usti tarafiga qo'yiladi. Endi pishliq holati deganda, pishliq holati deganda buni diqqat qilaylik. Pishliq holati bu yana o'xshashlar. Ukrima degandagi yani hamzatul qatining ilipining ustiga kichik bir hamza qo'yilgan. Mana bu nimani ko'rsatadi? Bu yerdagi hamzaning hamzatul qati ekanligini ko'rsatadi. Endi zil holati shu, ya'ni o'xshash ustiga qo'yilaveramiz desa undaq emas. Zil bo'lib qolgan vaqtida mana bu yerga qaraylik. Zil bo'lib qolgan vaqtida imanun degandagi hamzatul qatining ilipining ostiga kichik bir hamza qo'yilgan. Mana mushu nimani ko'rsatadi? Bu yerdagi hamzaning hamzatul qati ya'ni uzib o'qiladigan hamza ekanligini ko'rsatadi. Va bu kichik hamzani usti ostiga qo'yish orqali biz bu hamzani hamzatul vasl ya'ni ulab o'qiladigan hamzadan ayirib olamiz. Ya'ni yozishdimi ayirib olamiz, o'qishdimi xuddi ilk misolda o'tgandek Muhammadun ijtahada deb ulab o'qilsak, hamzatul vaslni ulab o'qilsak, bu hamzatul qati'ni deganda Muhammadun aqbala deb ayirib o'qiladi va ayirib o'qilganining alomatiga hamzatul qati'ga kichik hamza bilan hamzatul qati'ning ilipi kichik hamza bilan yoziladi. Hamzatul vaslning ilipi hamzasiz yoziladi. Mana bu yerda bizning bugungi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.